Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz aka-ukalar, hurmatli hamkasblar, sizlarni yana bir bor yangi video roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, sizlar bilan men Anvar Isroilov o'z taksi kanalida. Kanalda kimda kim yangi bo'lsa, xush kelibsiz deb qolaman va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, biz sizlar bilan bugun Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Tarif biznesda Yandex taksida ishlaymiz. Xudo xolisa ko'ramiz. Xudo xolasa polnisi ko'rsatishga harakat qilaman. Yandex taksida Tarif biznesda bir kunda qancha ishlasa bo'ladi, plus minus arendalari qancha, xullas shunga o'xshash narsalar podrobni ko'rsatishga harakat qilaman. Xudo xolasa videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsanglar, qiziqarli video qilishga harakat qilaman. Xudo xolasa albatta kommentariyaga o'z fikringlarni qoldiringlar, podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Do'stlar, bu juda ham men uchun muhim, kichkinagina bir mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddaman. Azizlar, bu keyin yana bir narsa aytib o'tmoqchiman. Bizda Telegram kanalim bor. O'z taksi Telegram kanali, emindan o'zimdagi ochiq Telegram kanal. Bu yerda o'zimiz hamma shofirlar, hamma har joydan, Moskva, Piter, Toshkentda yurgan akalarimiz ham bor. Kim qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, taksismi, ko'ryermi, farqi yo'q. Qo'shilishinglar mumkin. Ochiq muloqot qilamiz. Kimgadir savollar, fikrlar almashamiz, xudo xolasa. Telegramga o'tsanglar bo'ladi. Telegram silkasini zakripkani kommentariyada qoldiraman akalar, bemalol o'tishinglar mumkin va xursand bo'laman. Hozir esa bir qator mashinamizni tekshirib olamiz va taksometrni ham ko'rsataman. Bugungi sanamiz ko'rib turganinglardek 13-may, vtornik 2025-yil. Soat menlarimiz ko'rib turganinglardek obedga 11:27 akalar. Xudo xolasa yo'q 12 bo'ladi chiqqanimizcha. Mashinani bir qator tashqi ko'rinishini tekshiramiz. Mashinamiz Xitoy mashinasi Honchi H5 2024-yil. Oldi ko'rinishlari akalar. Mashinamizni yurgizib qo'yganmiz. Qizish jarayonida. Bu mashinamiz Toshkentda yurgan Honchidan emas, EQ5 emas, bu H5 akalar. Orqa tarafi ham ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunaqa. Bu tarafidan ham ko'ramiz. H5 bir orqani ham bir tekshirib olamiz. Orqa salonlarida. Mashinamizdan suvlar, salfetkalar hamma yoq bor mana. Влажный suv xullas. Akalar, xudo xolasa ko'p gapirib o'tirmasdan bugungi ish jarayonini boshlaymiz. Hozir biz parkingdamiz, mashinani qizdiryapmiz. Xudo xolasa tashqariga chiqib ishni boshlaymiz va hammaga omad tilab qolamiz. Kun davomida yaxshi kayfiyat. Allohim yo'linglar bexatar ravon bo'lsin. Yaxshi zakazlar o'zi hamroh bo'lsin sizlarga. Charchamanglar. Akalar, soat 2 bo'ldi. 2 soatdan beri mana birinchi zakaz minimalka 6 daqiqa 443 rubl. Xullas Tarif biznes. Akalar, Sankt-Peterburg zakaz qani deymizda. Soat 12da chiqdim. Ya choy ichib ham chiqdim, zakaz bermadi. Bitta yarimta berdi. O'ta bo'lmag'ir zakazlar. Xullas ish qalay akalar? Ekonomdagi, komfortdagi, komfort plusda yurgan akalar. Mana ko'rib turganinglarda 12da chiqdim, ya bu liniya qildim. Zakaz yo'q. 2 soat deganda mana bitta zakaz qildim. Endi bunda ham zakaz bermayapti. O'ziga qo'shib qo'yganmiz. Shahar oppoq mana ko'rib turibsizlar. Sankt-Peterburg oppoq akalar. Nima bo'lyapti? Sezon qachon boshlanadi degan savol tug'iladi-da. Mana shunaqa paytda. Ko'ramiz, xudo xolasa. Men soat 2 bo'ldi, birinchi zakaz boshladik. Endi kechasi 2 gacha ishlaymiz, xudo xolasa inshaalloh. Allohim g'oyiblardan yetkazadi degan umidda ishga chiqqanmiz, xudo xolasa. Akalar, ikkinchi zakazimizni tugatamiz. 19 daqiqada olib tushirdik. 1154 rubl. Vasiliyskiy ostrovga. Bitta narsaga hayron qolaman. Kommentariyaga albatta o'z fikringizni qoldiringlar. Bundan oldingi o'sha birinchi zakazimiz Kakras minimalka, karatis zakaz. Orqada suv turadi, bilasizlar, biznesda suv предоставляется-da, как бесплатно. Поездkaga qo'shilgan bo'ladi. Ana shu suvni men hayron qolaman, ko'pchilikda bo'lyapti shu holat. Menda ko'pincha bo'lyapti. Ana shu suvni shunday ochgan probkasidan просто plombani buzyapti-da. Suv ichmaganda akalar. Nima kayf beradi shu? Tushunmayman odamlarga-da, shunday suvni ochyapti, ichmagan, даже глоток ho'plamaganda
shunday holatda tashlab ketyapti. Yaxshi men shunday qaradim, sezildi, ichida havo bor. Alishtirib qo'ydim yangisiga. O suvni ochilgan, plombasi buzilgan suvni men ham ichmayman. Undan keyin boshqa passajir ham ichmaydi. Chunki yangilashim kerak sirazida. Lekin shunaqa odamlarga hayron qolaman. Nega ochasan? O'zi turistimga ketyapsan minimalka. Mayli ochding, gap yo'q. Darcha ichish kerak yo saboy olib tushib ketish kerak. Xulosa shu haqida ham fikringlarni qoldiringlar. Akalar yana bir zakasimizni tugatamiz 25 daqiqada. 1120 rubl do'stlar. Metrofanskiga keldik. Xullas, Vaskadan keldik. İşte davom etamiz. Akalar, bugungi birinchi krupniy zakasimiz 39 daqiqada ko'rib turganinglardek 600 rubl pullik yo'l va shu bilan birgalikda 2394 rubl. Bugungi krupniy zakaslarimizdan birinchisi. Shunaqa joylarga keldik akalar. Xullas, biz esa ishimizda davom etamiz. To'jolarda qaranglar turishini. Primorskiy rayon, Olgina adashmasam. Ko'rasizlar, chiroyli qurilgan uylar. Hammaga shu uylardan nasib qilsin akalar. Bundan da zo'ri. Akalar, zakaz tugatamiz 18 daqiqada. Ilyushinaga keldik, Skandinaviya klinikasiga. Passajir двери откроет самостоятельно deb yozib qo'yibdi ekan. Klinikaga olib tushirdik 775 rublga. Yomon emas. İşimize davom etamiz. Akalar, zakaz tugatamiz 19 daqiqada. Kristovskiga keldik 891 rublga. Kristovskiy prospektamiz ko'ramiz. Xudo xolasa bir jerniy zakaz ushlarmiz. Probka qotyapti lekin shaharda. Pek vaqti уже soat 7 bo'lyapti 20 degan. Biz esa ishda davom etamiz. Akalar, biz zakaz tugatamiz 22 daqiqada. Tarif biznes. Petrogradga keldik, Vasiliyskiy ostrovda. Biz esa ishda davom etamiz. Akalar, yana bir zakaz tugatamiz 23,5-24 daqiqada. 1028 rubl. Moskovskiy varota metro oldiga kelganmiz do'stlar. Biz esa ishda davom etamiz. Ishda mazasi yo'q ekan akalar. Akalar, zakaz tugatamiz. Ko'rishga tayyormisizlar? 44 daqiqada 1200 pullik yo'l va shu bilan birgalikda 4062 rubl. 5 ta yulduzchani bosamiz. Men desa g'oyiblardan yetkazar ekan. Xullas, оплата наличка edi. 5000 berdi. Spasibo deb tushib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi hangim olib keldik, bir babushkani olib keldik. O'ta go'zal, ko'rdinglarmi? 4062 rubl, pash 900 rubl chevi. Ajoyib, mana shunaqa g'oyiblardan yetkazsa hammaga. Xursand bo'ldim, kayfiyatim ko'tarildi. Mana shu zakazdan keyin akalar. Endi sekin shahar qaytamiz. Akalar, hozir 12 bo'lishiga 7 daqiqa qoldi. Xullas, bugungi chislo yopiladi. Hozir bitta itoga qilib olamiz. Agar 12 dan keyin smenani 2 da olganmiz-ku, ish boshlaganmiz 2 da. Agar 12 dan keyin yana bo'lsa, yana ko'rsataman zakaz. Shu hozir ko'rganinglardek Zagreb kelganmiz, Zagrebdan pusto qaytamiz shaharga. Kutib o'tiribman, zakaz yo'q. Уже kechqurun qiyin bu yerlardan zakaz olib ketish. O'shaning uchun hozir bitta rezultatlarni ko'rasizlar. Soat ko'rayotgan bo'lsanglar 23:53. Mana o'sha vtornik, seshanba 13-may 12 gacha bo'lgan rezultat ko'ryapsizlar. 12 ta zakaz 13000. 13051 950 chevi bilan 14000 bo'lyapti akalar. Hozircha agar 12 dan keyin agar yana hozir ishlasak, ularni ham ko'rsataman va etagoni videorolikning oxirida aytib o'taman do'stlar. Prosta hozir 12 dan keyin 0 bo'ladi. 14-chisloga o'tadi. O'shaning uchun hozir ko'rsatib qo'yay dedim sizlarga akalar. Akalar, hozir platkada qaytyapman. Bir narsaga ko'zim tushdi. Mana shu narsani ulashkim keldi. Baribir kamerada yaxshi ko'rinmayapti.
Oy to'lganini qaranglar, mashalloh, krasiva. Juda chiroyli, qaranglar. Oyni to'lganini ko'ryapsizlarmi? Laxta Center to'g'rida. Oyni to'lganini qaranglar, qanaqa chiroyligini. Alhamdulillah. Mana qaranglar, go'zallikni. Men ko'zim bilan ko'rib turgan tasvirni baribir kamera ko'rsatib bera olmaydi, lekin o'ta go'zal ekan lekin. Albatta shu haqida kommentariyaga ham yozinglar fikringizni. Akalar, bugungi rezultatni ham tugatamiz. Ko'rib turganingizda kechasi soat 1dan başta 10 daqiqa o'tdi. 14-may ko'rib turganingizda 12dan keyin bitta zakaz qildik. 1379 rublga. Sozdolskiy shassega keldik. Vaskadan akalar Zagirtdan postaga qaytib, xullas 12 gacha bo'lgan rezultatni ko'rdinglar. Chevelari bilan 14 ming bo'ldi, plyusda 12 dan keyin mana 1379 rubl. O'shani 1000 rubl chesta deb hisoblaylik. Mana 379 rublda ham suv, pul, balobatlar, mayda cho'dalarga chiqarib tashlaylik. Mana klientlar olib ketadigan suvga. Eto'ga o'shanda 15 ming bo'lyapti. Bugungi ish jarayonimiz o'sha 15 mingdan endi arenda rasxodlarni chiqarib tashlaymiz akalar. Arendamiz 5 ming rubl sutkasiga. Bir sutkasiga 5 ming rubl. 2 ming rublga o'rtacha benzin yoqasiz bir kunga. Sredniy 2 ming rubl. Sredniy o'rtacha deylik 1000 rubl yeb ichganingiz ketadi. Общий rasxodimiz eto'ga bugungi rasxod gryazniy mana shu havoga ketadigan, ko'chaga ketadigan 8 ming rubl akalar. Общий 15 ming bo'layotgan bo'lsa, o'sha 15 mingdan 8 mingda ayirib tashlasak, bizga qoladigani 7 ming rubl pul qolyapti. Allohga shukr. Alhamdulillah, yomon emas, yaxshi rezultat. Ko'rganingizda obeddan keyin to kechgacha настроение bo'lmay yurdi, ko'rdinglar, ish o'xshamay. Allohga shukr, Xudoyim beraman desa hech gap emas. Bittada yetkazdi g'oyibidan. Ona shu bitta zakazni o'zi ko'rdinglar, ishga qanchalik baraka berdi. Bitta zakaz qanchalik rol o'ynayapti biznesda, ko'ryapsizlarmi akalar? Xudoyim beraman desa hech gap emas ekan. Mana shuna o'zi kech bo'lganda berdi. Mana shu zakaz 5 minglik zakaz o'sha ishimizda ancha barakali qilib. Allohim bundan da barakatli qilsin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Доброй ночи deymiz. Omad tilaymiz akalar. Shu bilan biz bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetkazamiz. Albatta video rolikda qanaqadir kamchiliklar, nimadirlar bo'lsa uzr so'raymiz. Har doim qo'limiz ko'ksimizda. Keyin yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Akalar, Moskvadagi akalar, hamkasblar, bitta narsani pasiyani Peter bilan solishtiryapsizlar akalar. Moskva Peter bo'lolmaydi. Peter Moskva bo'lolmaydi akalar. Moskvani o'ziga yarasha plyuslari bor. Peterda o'ziga yarasha plyuslari bor. Peterda bor plyuslar Moskvada yo'q. Moskvada bor plyuslar o'ziga yarasha Peterda yo'q. Har yerda qilma orzu, har yerda bordir toshu tarozu deganday akalar, hamma joyda o'ziga yarasha qiyinchiligi, mashaqqati bor. Shunga yarasha dahot qilamiz. Alhamdulillah, shuni boriga shukr. Allohim kasbkorlarimizga barakatlar bersin va keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr. Albatta sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib ro'za aylasin hammamizga. Sog'lik, salomatlik tilayman akalar.